Assalomu alaykum hurmatli Goskuter kanali a'zolari. Yangilik modelimiz chiqdi. 200 kilolik stakan modelimizning yangicha varianti. Juda chiroyli chiqdi. Haqiqatda dizaynlari o'zgargan. Sifati o'sha. Sifati juda a'lo. Dizaynlari ham alohida mavzu ko'rishlik mumkin. Old mordalari juda chiroyli ishlangan, faralari yangilangan. Mana bunday katta faralar. Tepada, pastda juda chiroyli ishlangan. Old tormozlari albatta jitkichli, saka diska ko'rishlar mumkin. Vilkalari ham yaxshisidan qo'yilgan. Oldida maxsus oynalari bor. Tormozlarni ko'ryapsizlar. Va yana bir buni qulayligi mana bunday NFC kartalari bilan birga chiqqan. Ko'rishlar mumkin. Bitta NFC karta bilan skuterda bemalol yoqishlar mumkin. Faralari yongan holatda ham juda chiroyli mana. Kechqurun harakatlanishga ham juda qulay, chunki 4 ta fara ancha yoritib tashlaydi. Oldida mana bunday cho'ntechalari bor. Albatta panejniy richagi bor. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar. Xo'p, komplektni ko'rsatadigan bo'lsak, komplektni ko'rishlar mumkin. Polik, nimcha, kaska hamda zaryadni bokovoylari bor. Xo'p, bu modelimizning akkumulyatori 32 amperli akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan, ya'ni 60 volt. Mana shunday birka nomerlari ham bor o'zida. Hamma ma'lumotini ko'rsatilgan. Orqalari ham saka diski. Bunda aytishlar mumkin, passajir odam o'tirib bo'lmaydimi desalar, buni ham inobatga olingan. Ko'rishlar mumkin. Spinka yotadi, bemalol 2 kishi yoki 1 kishini o'tirgizib olib yurishlar mumkin. Motor miya quvvatlari 8 watt. Orqa ko'rinishi, orqa stoplari diod, yangicha dizaynda ishlangan. Juda chiroyli yonadi. 200 kilo yukni bemalol yuklab, o'zining ehtiyojlariga qarab ishlataverasizlar. Ehtiyoj bo'lmagan payt ko'tarib qo'ysalar ham bo'laveradi. Maxsus nasoslar bor, tushib ketmaydi. Juda chiroyli ishlangan. Audio sistemalari ham bor. Bemalol o'zingizga xohlagan narsani qo'yib eshitib ketaverasizlar. Bu og'daradimi, ko'taradimi deganlarga, bu albatta ko'taradi. Mana ko'tarib ham ko'rsatamiz. Yengil, ko'tarishlari ham juda oson. Zatli moslari, ramalari ham qalin ishlangan. Motorlar 8 wattli, juda akkuratni qilib yig'ilgan, ko'rishlar mumkin. Ortiqcha detal yo'q. Hammasi chiroyli ko'rsatilgan. Bu bozor o'cha shunaqalarga juda qulay chiqdi. Ayniqsa bozorda yuradigan akalarimizga qulay. Ko'p bozorlik qilganlarga ham juda qulay. 200 kilo yukni bemalol ko'tarib uyga, ro'zg'orga bozorlik qilib kelaverasizlar. Xo'p, bu modelimizning narxi $720 chiqyapti. Vodiy ichi dastavkasi bilan ozmos yo'lida qilib beramiz, kelishtirib beramiz. Kimga shuna modellar kerak bo'lsa yoki bundan kattaroq 300 kilo, 400 kilolik modellar kerak bo'lsa ham o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Pastda yozilgan nomerlarga telefon qilsalar, Telegram, WhatsAppdan rasmlarni tashlab beramiz. Chiroyli narxlarda dastavkalar bilan yetkazdirib beramiz, hurmatli mijozlar.